Assalomu alaykum kanalimiz azdorlar, YouTube tomoshabinlar. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Mesitda yana bir Abilsofga o'sha fasadni plitkalar ustalarimiz tugatishdi. Buni narx-navolar, razmerlar haqida aytib o'tamiz. Bundan avval kanalga obuna bo'lib qo'ying. Like esdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Sababi biz o'sha har kun video chiqarib boramiz, qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar, boshqalar ham ko'radi. Bir nima deydi, bir o'sha qurilish bo'yicha narx-navolarni bilib borishadi. Azizlar, like esdan chiqmasin, fikrlarni kommentariyada yozasizlar, kamchiliklar, xatolar bo'lsa, nima qolib ketgan bo'lsa yozsangizlar bo'ladi. Azizlar, 100 kvadrat bo'lgan joyimizni 140 mingdan ustalarimiz serib berishdi. Telefon raqamlariga Telegram bor, promo telefon qilsangizlar ham bo'ladi. Regellarga ham e'tibor berasiz, taglariga tunikalar qo'yib, chotka qilib, shu ko'ngildagidek qilib terib berishgan. Bu 120-130 mingdan tushadi. Bu g'ishimiz Qashqadaryo Kasbi tumani o'zidan chiqadi. Mana shunda seriya variant sariqqa kombinatsiya qilib ham ishlatib xohlasangiz sariqni o'zini, seriya rangni xohlagan rangni qilib berishadi. Mana e'tibor berasizlar. Atkoslar ichi ham marmar bo'lgan, pastki qismi yonbosh seriya g'ishdan ishlatilgan. 120-130 mingga g'ish tushadigan bo'lsa, mayda chuyda hamma detallari mana tunikasi bor, simi, mixi, semen, qumi, hamma narsasi 300-320 aynalar ekan uy egasiga. Ustalarimiz aytishdi, mana tepaga ham e'tibor berasizlar. O'sha regelga chotka qilib qotirilgan, ko'ngildagidek qilib tunika, seriya rangda, ya'ni podsvet qilib tepalari g'isht terilgan, qo'llar dard ko'rmasin, ko'p yillik tajribaga ega ustamiz aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday marmar xizmatlari Abilsofga mana shunday fasadlar chiroyli qilib ko'ngildagidek qilib topshirib berishadi. O'zimiz Kasbi tumanidan g'isht chiqadi, o'sha kelishtirib chiroyli qilib terib berishadi. Demak, 140 mingdan 170 minggacha usta haqqi bor. Usta haqqini o'zi o'shanga qarab fasollari nima deydi? Qilingan ishga qarab narxlanadi. Hamma ishga ham shu slojni qiyin variantlar o'sha narxi balandroq bilan mehnatga qarab hisoblanadi. 3 ta 5 kishi ishlaydi, o'shanga qarab hisob-kitob qilaverasizlar. Ko'p kishi o'sha 150-160 desa qimmat, u yoq 100 ming deyishyapti. Mehnatga qarab hamma narsa hisob-kitob qilinadi. O'zlaringiz hamma narsani o'sha fikr qilib ko'raverasizlar azizlar. Bir kishi bilan bo'lmaydi, 3-4 kishi, 5 kishi ishlaydi bunga. Shuning uchun nima deydi, eng sabr qiladigan oson ish emas bu fasadni Abilsofga terish ham, g'isht terish ham sabr kerak bunga, juda ham toqat kerak. Har bittasi mehr bilan ishlanadi. Juda ham chiroyli g'ishtcha, nima deydi, standartli g'isht. Baho berasizlar, ustalarimiz ishlariga ko'p yillik tajribaga ega, aloqaga chiqaverasizlar, Telegram bor. Mana ya bir Fayzli xonadonda o'sha Kasbi tuman Mesitda tugadi, marmarda ham terib berishadi. 50 santimetrni 250 mingdan boshlanadi. Narx-navosi o'sha balandligiga qarab hisoblanadi. Uyga sement qum olib beradi. Marmarda faska ochib, usta haqqi terib berishi bilan ichiga bo'ladi. 250 mi 50 santimetr, 60-71 bo'lgandan keyin narxlar o'zgarib ketaveradi. Hammaga nasib qilsa, niyat qilganlarga like bosamiz, fikrlarni kutamiz. Juda ham chiroyli ko'rkam chiqdi. Musofirdan turib ham zakaz bersangizlar bo'ladi. Ustalarimiz bemalol yozsangizlar bo'ladi. Sezon boshlangan. Masalan, imkon bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa shu yilga 1 yil, 1,5 yil pashti zakaz olib, ya'ni nima deydi, navbat qilib berishadi. O'tgan yilgi zakazlarim terib berishyapti. 27-aprel bu 2026-yil. Nasib qilgan kuni bo'ladi azizlar. Hammaga omad, hammaga nasib qilsa mana shunday uylar, uchastkalar sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ustalarimizga aloqaga chiqaverasizlar bemalol ekrandagi raqamlarga. Reklama ham qabul qilamiz, murojaat qilaverasizlar. Telegram, Instagram, YouTube'ga qo'yib beramiz, kelishib chiroyli qilib. 12 ta viloyatdan qabul qilamiz. Hammaga omad, topganlaringizga Alloh baraka bersin. Charchamaylik, kuzatib boringlar.